Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizning Toshkent, Moskva, Vladimir, Chepaksal va Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari, Toshkent, Kazan, Namijniy Chili va Nijnikamsk yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun seshanba, juma va shanba kunlari amalga oshirilmoqda. Bizning kompaniya sizga kafolatlaydi: ishonchli xizmat, arzon narx kafolati, komfort zona va albatta davlat tomonidan sertifikatga ega bo'lgan reyslarimiz mavjud. Shuning bilan birga bizning avtobusimizda sizga bo'lgan barcha qulayliklar, ya'nida 2 ta kuryer, 2 ta monitoring, konditsioner, Wi-Fi, zaryadniklar va albatta siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogagacha yuk olib ketishingizga bo'ladi. Va joylaringizni uzoq masofadan turib ham bron qilsangiz bo'ladi. Agar sizga ham shunaqa ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qilsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.